Mana bu biz bandamiz. Qara bugun erta biz maktabda o'maramiz. Hech biri yo'q ichida. O'zar ichida pul bo'lmasa ham obro'yimiz bor, tushundingmi? Ertan soat shu vaqtida ko'rishamiz. Agar yesichu nimadir bo'lsa, hammasi sendan bo'ladi. Nimaga mendan? Sen boshlar. Bo'mishda просто sen bo'mishmisan, yur tez. Bo'ldi, yuryapman. Men tez yur. Bo'ldi, yuryapman. Ketdik, tez borishimiz kerak. Axir biz maktabgacha tez borishimiz kerak. Politsiya bugun o'zi yaxta qo'riqlayapti. Tez ular bo'lmasdan borishimiz kerak. Tez yur, ot tashlayman. Meni ham qurolim bor, xavotir olma. Nasbalakat. Bo'lib ketdik. Xo'sh, bir kel qo'ling ko'tar. Men bu teravi bo'ldi ko'taraman, hoziraman. Nima deding? Nima deding? Men kimman qo'y. Men onani so'radim mana senga. Bola baqir, bu yoqqa ketasan, yana o'taman. Mana senga. Ammo kamomolni chaqirsa seni o'ldiraman. Bu yoqqa ketasan. Mana senga iflos. Ko'rabsan, ahvollaringga bo'ladi. O'qituvchilaring bilan shunday bo'ladi. Sen bola, to'xta, sen bolaga o'q tegibdi, mayli. Unga bir shans beraman. Lekin kim bo'lsa militsiyani chaqirsa, o'shaga kapet, po'nyali, tushundingmi? Alo, bo'p, eshitamiz. Bu 911. Alo, eshityapsizlarmi? Maktabga banda navbat hujum o'tdi. Shoshilmang. Nima demoqchisiz? Maktabga banda. Yaxta bolalar. Meni bolalarga o'q tekkanini eshitib qoldim. Tez keling. Bo'pti. Xayr. Alo, Agrox. Maktabga 26-maktabga srochna. Hammasi chista. Shunaqa yaxshi kunki, hech kim to'xta. Biz kesma. Men senga. O'q. Lochin yaralandi. Bolalar, Lochin yaralandi. Alo, Lochin yaralandi. Mana senga. Lochin yotasan. Lochin. Hech kim menga politsiyaga aytmaganga o'xshaydi. Hech kim kelmayapti aslicha. Bo'lchi, nima qilyapsan? Aytdi o'zim. Aytdi. Ha, sen otaman. To'xta tur. Kim bu? Mana senga. Voy. Qishqishdim. Mana senga. Hech qachon 26-maktabda bunaqa yovuz odamlar qilmaydi. Tushunarlimi? Bolalar ham kimga o'qitadi? O'qituvchimizni qutqara olmaymiz. Bola qutqara olmaymiz. Hammasi yaxshilik bilan tugadi. Aytib qo'yaman. Bu meni kanalim. Agar video yoqqan bo'lsa, ko'p 50 ta like bossalaring, men sizlarga keyingi qismda Chernobylda qilaman. Bitta sizlardan bitta obuna sizlarga oson, men uchun yoqimli. Bu o'yin ismi Melon Playground. Sizlar bilan Vohidov Dilshod bo'ldi. Xayr. To'xtaydi. Bitta narsa aytishim turibman. Agar bugun sizlar bilan qachon bir kun ichida 40 like yursak, bir kun o'tmasdan keyingi Chernobyldagi qismi bo'ladi. Bolalar, bo'pti.